Muroba qilib tezroq daromad qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bu video aynan sizlar uchun. Sababi 10 kun, 15 kun oshib ketsa 1 oylik mehnat qolgan sifatli shvedlarning koniga yetib keldik. Aka-ukalar asosan sut yo'nalishida maza qilib boqaman deganlar bo'lsa, sutga tirikchilik qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana bolani ham, sutni ham xudo xolasa zo'r beradiganlar. Inshaalloh yaxshi sifatli zo'rlaridan. Haligi 10 ta tug'ib beli bukilgan emas. Aka-ukalar 2 ta 3 ta tug'ib, xudo xolasa sut kanallari ham ochilib, bolani ham 100 talik beradigan paytiga xudo xolasa shunaqa joyiga yetib keldik. Inshaalloh 8 dona biri-biridan sifatli shved bo'g'ozlarimiz bor. Video tuzmasdan oxirigacha ko'rasizlar, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani, O'rta Sharxonga Bahodir akamizning mini fermasiga yetib kelganmiz. 8 dona yetuk kuni qolgan bo'g'ozlaridan birma-bir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aka-ukalar, navesimiz ozgina qorong'i ekan, tashqariga olib chiqamiz. Xudo xolasa yurgizib, oyoq-qo'llarni hamma ma'lumotlarni beramiz. Ekranda nomerlar, tushunmagan joylarga bemalol telefon qilib ma'lumotlarni so'raverasizlar. Ishimiz shu, xudo xolasa hamma ma'lumotni beramiz deyapti. Telegram, WhatsApp, imo, uzoqdan, musofirdan savdo qiladigan aka-ukalarimizga onlayn savdolari bor. 500 ming, 1 million. Tashxislar bo'ldi. Qolganini uylarda ko'rib, tekshirib, oyoq-qo'llarni yurgizib, behijolat olaverasizlar. 2026-yil, xudo xolasa aka-ukalar 15-yanvarda sizlar uchun mana videolarimizni qo'yib boramiz, inshaalloh yaxshilaridan. Aka-ukalar, sizlarni ko'p kuturimiz. To'liq ma'lumotni mana Bahodir akaning o'zidan olamiz. Sizlar bilan birgalikda. Bemalol telefon qilasizlar, savdolarni qilasizlar. Xudo xolasa kami g'ij-g'ij. Bahodir aka, assalomu alaykum. Dostonbek, yaxshi kelibsiz, obunachilar. Hammalarga salom. Dostonbek, mana bugun xudo xolasa birinchi YouTube'ga chiqishimiz. Bizga dehqonchilik bu mollar. Hammasini olganimizga 2 oy, 3 oy, eng kamida 1,5 oy, 2 oy bo'lgan mollar. Yeb ichishi hamma yo'q, sog'lomliklari javob mollardi, xudo xolasa. Zo'r. Kasal-kusali yo'q. Endi bu yerda hamma molimizni, misol 2 ta tuqqan, 3-chisiga shunaqa mollar, hali beli bukilgan, anaqa qari qurib, tishi bosgan mollarimiz yo'q, xudo xolasa. Hammasi 6 ta, 8 ta tishlar. Shunaqa 8 ta, 6 ta, 2 yurak shunaqa. Sifatli yaxshi mollar, xudo xolasa. Xo'p, aka, bitta narsada bu mollaringizni hali o'zingiz aytgandek bozorga olib chiqsangiz ham tortaveradigan mollar. Prosta hozir bozorga olib chiqsangiz, sotsangiz yaxshi, sota olmasangiz bitta kasal-kusal ilashishi mumkin, to'g'ri-da? Haligi bu yerda sizda sog'lomligi yaxshi hammasi. Sog'lomliklarga javob. Bu aytyapmanki, eng kam kelgan molim 1,5 oy oldin kelgan. Qolgani 2 oy, 3 oydan beri baqiladi. Sinovlardan o'tgan. Sinovlardan o'tgan. Mollarimizni hammasini oyi yaqin. Bitta kechkimiz bor, u ham 7 oylik. Qolgani 8 oydan o'tgan mollar. 7 ham bor orasida. Xo'p, gap yo'q. Xo'p, aka, navesimiz endi jicha ozgina bo'lsa ham qorong'i. Imkon bo'lsa aka tashqariga olib chiqaylik, ma'lumotlarni beraylik. Dostonbek, bunimiz bir hafta oshib ketsa 10 kunligi qolgan. Tutaylari mana, chandillari zo'r. Zo'r. Bu molimizni o'zimizni tanish akamizdan olganmiz, 10 litrga javobga beraver degan. Zo'r. Buni 12-13 ta soqqan ekan sigirligida. Bir hafta oshib ketsa 10 kunda tayga bolasi tushadi. Birinchisi bo'ldi. Ikkinchisi uzunligi ham zo'r ekan aka uni. Ikkinchisi xudo xolasa bunimiz 8 kurak, xudo xolasa bunimiz 1.30 ekan bo'ylari. Bunimiz 8,5 oyga borib qolgan. 8 oydan o'tib 8,5 oy, 15-20 kunligi qolgan. Gap yo'q. Nariginimizni bo'yi 1.20 o'lchadi, buniki 1.30 ekan bo'ylari. 1.30 zo'r. Bu molimiz ham endi bir 15 kunligi qoldi. Uji idish boshlab mana quymishlari tushib qolgan mollar. Rossiyskiy paroda ekan, ha? Rossiyskiy paroda. Bo'yi 1.22 chiqdi. Tishi 6 kurak. 6 kurak, zo'r. Sifati hamma yo'g'i joyida. Yuvoshliklari yuvosh mana. 3-molimiz. Toylari bir joyda. Gap yo'q. 3-molimiz bo'ldi. Xo'p, 4-si mana. 4-molimiz 1.23 chiqdi bu. Bunimiz ham 8 oydan o'tib qolgan. Xudo xolasa uzog'i bilan 20 kunda tayyorga bolasi tushadi. 20 kundading. Shunaqa, bu molimiz ham 4-molimiz bo'lyapti. Tishi 8 kurak buniki. 8 kurak. Mana molimizni uje yaqinlashib qoldi. Bir 10 kun, 15 kunda mana bolasi katta tegyapti. Kun sanayapti aka. 10 kun, 15 kunda bolasi tagiga tushadi. Shved paroda.
Aka bir narsa muhimi yuvoshligi ekanda bular hammasi Yuvoshligi yuvosh hammasini. Bo'ylari 1.23 chiqdi. Aha. Xullas yeb ichishi hamma yo'g'i sog'lomliklari javob. Shved paroda chandilli mollar o'zim hali tanlab ko'rib yurib olganman-da bozordan chandili bor, boshqa. Mana. Shved paroda. Ishlari zo'r. Xo'p, bu 5-inchisi bo'ldi, 6-inchisi mana. 6-inchisi aka, biri 30 chiqdi bo'ylari. Aha. Biri 30, bunimiz 8 oylik. Bir oyda xudo xolasi tagiga bola tushadi. Yuvoshliklari yuvosh mana. 4 oyimcha 4 yoqda xudo xolasi. O'ngchap yoshi 6 kura. Liniyani ham qarang, tekis ekan. Ikkinchi bolasi xudo xolasi. Zo'r. Bitta kechkimiz bor, mashinamiz 7 oylik. 7 oy. Xudo xolasa bunimiz 2 litr suti bor, bir mahal sog'yapmiz. Kamayapti endi. Kamayapti. Uje buni bu yoqqa chiqarib yorsak ham bo'laveradi buni. Buni ham yuvoshliklari yuvosh. 4 oy idishi 4 yoqda mana. Uzun chandilli yaxshi molimiz. Gap yo'q. Xo'p. Bunimizni bo'yi 1.25 chiqdi. Eng kechi shu, ha? Eng kechi shu, xudo xolasa. Zo'r. Mana molimiz xudo xolasa 1.35 bo'ylari. 1.35. Bu ham chandilli, yaxshi mol. Idish zo'r ekan aka. Idishli mol, xudo xolasa. Shvedda originallari aka. 1.35 8 kurak bunimiz. 8 kurak. Buni ham 1 oylik yab-yag'ida. Asha 1 oylik yab-yag. 20 kun xudo xolasa 1 oyga bormaydi xudo xolasa. Bir 20 kunda tayyor bo'ladi. Xo'p, Bahodir aka endi haligi erinmaylik, ozgina vaqtimiz ketsa ham tashqariga olib chiqib aka ma'lumotlarni berib ketaveramiz, ha? Bo'ldi, lozim mana yetalab tashqarida ko'rsatamiz mollarni xudo xolasa. Bahodir aka bularni tashqariga olib chiqsa ko'ndigan-da aka. Ha, endi aka. Necha oylikdanga beramiz endi bular 8 oydan o'tgan, ha? 8 oydan o'tgan. Ma'nonimiz rasa bo'lsa bir 15 kun oralig'ida tug'adi aka. 15 kun. Ma'nonimizga mana shu 15-20 kun bor. 15-20 kun. Aka-ukalar mana kamroq vaqt tezroq daromad qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, liniyasi toza, xudo xolasa toza shvedlardan. Xudo xolasa sifati zo'rlaridan mana. Endi birma-bir aka narxlarini, ya'ni erinmasdan olib chiqib, yetalab, yurgizib, narxlarni aytib ketaveramiz aka. Xo'p, bunga necha pul aytamiz aka? Aka 36 million kami bor aka. 36 million, ha? Kami xayri bor, xudo xolasa. Xayri bor, dastlab. Orqalari korobka. Rasa bo'lsa 15-20 kunligi qolgan mollar. 15 kun, 20 kunda xudo xolasa yonida bolasi bilan tasavvur qilish. Bo'lib ham buni dehqon odamdan olganman, urug'qa qo'yganman. Xudo xolasa bolani ham yaxshi beradi, maqtab bergan aka. Toza urug'qa deng. Toza urug'qa qo'ygan. Xo'p, 3-qoringa bu? Ana shunaqa 6 kurak ekan. 6 kurak. Yo 2 yo 3 ekanda. Shunaqa yo 2 yo 3. Xudo xolasa aka-ukalar yana bir 15 ta bolasini oladigan. Xo'p, bunimiz. Bu nechinchi qoringa edi? Bu 8 kurakda aka. 8 kurak. 8 kurak. 3-qoringa. Xudo xolasa liniyasi toza. Xo'p, gibrid shekilliga bu aka. Gibrid, rossiyskiy mol ekan, Rossiyadan kelgan molni maqtab berishgan. Ha, qulog'ida mana chipi, bilkalari turibdi. 8 kurak. Xudo xolasa. Xo'p. Bo'ylarini hamma ma'lumotlarini aytdik. Bunga necha pul aytamiz aka? Buni narxi 33 million kami bor aka. 33 million. Buniki yaqin 2 haftada tayyor bo'ladi, xudo xolasa aka. O'zi idish boshlab qo'ygan bor. Mana. Sifatlari hamma yo'q yaxshi holatda, aka-ukalar, putoylari ham 4 joyda. 4 joyda. Idishlarni boshlab qo'y. Ozgina mehnat qolibdi aka bularda. Shunaqa aka, xudo xolasa. Bular nimalariga garantiya beramiz aka? Bularni yeb ichishi hamma yo'g'iga javob. Bu mollar yaqinda olinmagan, kami 1,5 oy, 2 oydan baqqanman aka. Bir xilgilar 3-4 oydan ham baqqanman. Hali yaqinda olib sotgan emas. Kecha kelib bugun chiqadigan emas. Shunaqa aka. Xo'p. Internetga o'zi birinchisi, ha sizga? Ha, birinchi chiqishimiz aka, xudo xolasa. Aka-ukalar paddashkada bo'lasizlar mana. Xo'p, Bahodir aka bu 3-4-molimiz, ha? Ana shunaqa 8 kurakdan aka bular. 8 kurakdan. Mana aka-ukalar ma'lumotlarni. Bu Qirg'iziston parodami aka bu? Qirg'iziston paroda aka, bunimiz yaqin. Buniki rasa bo'lsa bir 2 haftaligi qolgan, 10-15 kunligi qolgan aka. Yuvoshligi yuvosh, bolasi katta tegadi. Tutaylari mana 4 joyda. Yuvoshligi yaxshi aka. Chandilli bola aka. Sifati zo'r edi. Sifati zo'r edi. Va haqiqatda aka haligi ichkarida ko'rsatib bera olmabmiz, ha. Tashqari baribir mana rangini ham ko'rsatyapti. Aka-ukalar mana sifati. Xo'p, bunimizchi? Bunimiz ham mana shu 6 kurak aka. Unimiz ham bir 20 kunligi qolgan, xudo xolasa aka. Idish boshlab qoldi. Bolalari korobka, sifati yaxshi, xudo xolasa. Sifatlari zo'r. Bolani ham yeriga beradigan aka-ukalar. Yurish-turishlari oyoq qo'llaridan hijolat olmaysizlar.
Xo'p, aka narxini nima deymiz endi buni? Aka, bunimiz 32 million jicha xayri bor aka. Ozgina xayri bor, ha? Xayrini qilib beramiz. Molni sifati ham hamma yo'g'i joyida. Nariginimiz 30 million so'm jicha yo'lini qilib beramiz uni. Bunisiga 30 million. 30 million xayri bor. Jup olganga ko'proq, aka? Ha, jup olganga kelishtirib qilib beramiz. Kami ko'p, xudo xolasa. Behijolat. Xo'p, aka-ukalar, 3-chi, 4-chi. Buni 3, buni 4 deyishib olaversin, aka. Shunaqa aka. 3-chi, 4-chi. 6-chisiga yoshlaridan. Suvayi buzuq, xudo xolasa aka-ukalar, orqa ketlari zo'ridan, korobka, to'rtburchak, hamma yo'g'i bir joy. Hammasi yetuga aka o'zi. Yetuga aka, bunimiz 8 oylik aka. 8 oy. Nariginimiz aka 7 oylik aka. Bu 7 oy. Eng kechkisi Eng kechkisi shu aka. Eng kechkisi Suti ham bor, bir 2-3 litr sut ham sog'ishadi bir mahal. Bundan buyog'iga endi sekin chiqarib olsa ham bo'laveradi. Chiqarib olsa ham bo'laveradi. O'shunga endi buni bundan buyog'iga ko'paytirish bir mahal yo'tkizib qo'ydi. Hali 2 mahal sog'ishma, bir mahal sog'ib turishaverdi. Ammo haqiqiy hali qog'oz yelin degan ekan aka. Shunaqa, yelinlari 4 joyda aka. 4 joyda. Sifatlari, oyoq qo'llari, xudo xolasa uzunligi hamma yo'g'i yaxshi qoladi. Bu nechinchi qoringa edi? Bunimiz ham aka 8 kura, 3-qoringa aka. Ma'nonimiz bir bo'lsa 2-qoringada aka, egasi bitta tuqqan deb olgan, lekin xunajinga o'xshaydi aka turishidan. Bu necha kura dedingiz buni? 6 kura. Bunimiz 6-kura, 6 kura aka. 6 kura. Orqa ketlari yaxshi mana stagan tuyoq aka. Bunimiz bolasi 8 oylik, bolasi mana katta tegadi aka buni. Orqa ketdi. Pokiza mol ekan aka. Pokiza. Sifatli bola. Uzunligi, sifati, hamma oyoqlari stakan tuyoq aka. Zo'r. Endi haligi ikkitani o'rniga bitta boqadigan ekanda aka bular. Aka sifati zo'r. Biz asha aka to'g'risi hali mol baylab beraman, mana shunaqa sifatligidan baylab birinchi chiqishim aka YouTube'ga. Prosta hali YouTube'da bir havas qilib olib chiqdim aka mollar. Gap yo'q. Xo'p, endi aka bugun 8 ta obunachimizni xudo xolasa xonadoniga olib borib yetkazib berasiz endi aka. Xudo xolasa aka, dastlabkilarni qilib beramiz aka bunga. Aka bunga 31 million jicha xayri bor aka. 31 million. Dastlabkilarni qilib beramiz. 31 million kami xayri bor. 1 oy kutsa xudo xolasa oyliga bo'ladi. Ha, 1 oylik mehnat qolgan. Bunimiz 7 oylik. Bunimiz 7 oylik aka. Aha. 2 litr suti bor aka, bir mahal sog'layapti. Xo'p, bunga necha pul aytamiz? 28 million jicha xayrini qilib beramiz aka. 28 million kami xayri bor, xudo xolasa. Kamisilarda telefon qilsanglar kelishadigan joyi bor. Yurish turish, oyoq qo'llari behijolat. Bitta yurgizib qo'ying-da shuni. Yurgizib. Ha, yurish turishlari, oyoq qo'llari sog'lomligi yaxshi holatda. Buni ham yurgizing aka. Ha, yurish turishlaridan behijolat olaverasizlar. Aka-ukalar, 5-chi, 6-chisi bo'ldi. Endi yana 2 dona qoldi hozir. Kuni qolgan ekanda endi aka bularda. Aka buni kuni qolgan aka. Idishni qarang, idishni. Gap yo'q. Idishni rasa chandilli, rasa bo'lsa bir hafta uzog'i bilan 10 kunga bormay tug'adi xudo xolasa. Aka buni to'g'risi o'zimni tanishimdan olganman. Liboy sotgan odamingga 10 litrga javob deb beraver degan. 12-13 litr sut beradi deb. Endi bu bakka bermasa ham uyat bo'ladi, qarang, bokit. Shunaqa. Zo'r. Baklar. Kuni qolgan, bir 10 kun, 15 kun bormi aka? Shunaqa, bir hafta 10 kunligi qolgan. Bir hafta 10 kunligi qolgan. 10 kunga ham bormaydi. Bunimiz-chi? Bunimiz aka, uniki ham 8,5 oylik, bir 15 kun avvag'ida tug'adi. Chandilli yaxshimi? Zo'r. O'zi ham gigant ekan aka bu. Ha, bularimizni yo'nalishiga baqaman deganlarga chandilli yaxshi mollar. Suti ham bolani ham zo'r beradigan paytda bularda hozir. Xo'p, bunimiz 1 oy buyog'i. Shunaqa aka, 1 oy buyog'ida tug'adi. Xo'p, aka. Kuni qolganiga necha pul aytamiz endi buni? Nechinchi qoringa bu? Bu aka 8 kura, bu ham 3-mi, 4-qoringa-da aka. Aha, pulichi. Puli aka 31 million jicha xayri bor aka. 31 million. Kelishamiz aka. Kelishtirib beramiz aka, dastlabkilarni qilib beramiz aka. O'sha 500 ming 1 million pulini tashlab bersa, xudo xolasa yetkazib olib borib beramiz aka. 500 ming 1 million bilan xudo xolasa aka-ukalar ishinglar bitadigan joyda. Xo'p, bunimiz-chi 1 oy qolgan. Oshib ketsa 1 oy aka. Ana shunaqa 20 kun oshib ketsa 15-20 kunda tug'adi aka, xudo xolasa bu molimiz. Zo'r. Nima deymiz endi aka buni? Bunimizga aka 37 million jicha xayri bor aka. 37 million. Kelishamiz aka, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz aka. Xo'p, aka yana bitta narsa Noboda, bir yarim pulini tashlab beraman, tug'dirib bering deganga nima deymiz aka? Tug'dirib ham beraveramiz aka. Narx o'zgarmaydimi? Yo'q, narxini o'zgartiramiz. Endi mana kuni qolganlarni deyman-da. Shunaqa. 1 oylik endi olib borib bersak bo'laveradi, to'g'rimi aka? Shunaqa aka. Xo'p, bugunga shular aka. Bugunga shular aka. Bugunga shular. Aka-ukalar,
imkon darajasida ma'lumotlarni berdik. Tushunmagan joylarga ekranda nomerlar, Telegramingiz, WhatsAppingiz bor. Bor aka, Telegramimiz bor. Aloqaga chiqasizlar, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin.